Qovga bo'lishlarini istayman. Voy, mashalloh. Qars shahridan robototexnika bilan shug'ullanasizmi? Necha yildan beri? 9 oy bo'ldi. Nechinchi sinfsiz o'zingiz? Hali birinchi sinfga chiqmasdan endi 9 oy bo'ldi. Qanaqa loyihalar qilyapsiz? Robototexnika qiziqmi? Katta bo'lsa kim bo'lamiz? Narsalar yasovchi injener bo'lamiz. Bolalar arab tilini o'rgatadi. Boshlanganida so'zini aytadi, keyin 4 sekunddan keyin yana joyiga qaytadi. Zo'r-ku, buni hammasini o'zingiz qildingizmi? Ha, o'zingiz dasturladingiz, o'zingiz qildingiz bu narsani. Qiziqmi hammasi? Ha? Meni o'yim bolalar qovga bo'lishlarini istayman. Voy, mashalloh. Buni siz yasaganmisiz? Zo'r-ku. Bu odamlarga narsalarni ko'tarib, joyiga qo'yib yordam beradi. Agar odamlar og'ir narsani ko'tarishayotgan bo'lsa, u bellari qotib qolsa, bu yordamga keladi, to'g'rimi? Yuring, men sizga sovg'am bor. Biz bu bolaga qanaqa sovg'a bera olamiz? Robototexnikaga rosa qiziqar ekan. Bu qiziqmi senga? Bu qiziq, chunki men televizorda ham shuni kuzatardim. Shuni ko'rarding-a? Shunaqasi bo'ladi. Mana, bo'lmasa bizdan bu senga esdalik. Buni yaxshilab o'rgangin, ko'rgin. Senga o'xshagan injener bolalar ko'paysin. 5 olgin. Kelajakda muhandis bo'ladi, yaxshigina aka. Xudo xolasa. Faxrlanamiz sen bilan.